Agar sizda bugun munosabatlar halokatli tus olgan bo'lsa, turmush o'rtog'ingiz bilan so'zlaringiz bir-biriga qovushmayotgan bo'lsa va turmush o'rtog'ingizdan ko'p e'tirozlar eshitayotgan bo'lsangiz, tanqidlar eshitayotgan bo'lsangiz, sizda munosabatlardagi inqiroz. Turmushni 3 yilligida, 5 yilligida, ya'ni toq yillarda munosabatlarda inqiroz kuzatiladi va bu tabiiy. Agar mana shu inqirozga yuz tutadigan paytda juftlik bir-biri bilan hamohanglikka kelib olgan bo'lsa, inqiroz davri yengilroq o'tadi. Agar juftliklarda noroziliklar yetarlicha ko'tarilgan bo'lsa va o'zini eshitmayotgan bo'lsa, faqat atrofga o'zini bag'ishlash bilan ovora bo'lsa, ya'ni bu joyda ayol kishi haqida gap ketyapti. Faqat o'zini o'sha turmush o'rtog'iga o'zini baxshida qilish bilan va o'sha turmush o'rtog'ini oilasidagilardan yaxshi gap eshitish bilan o'ziga yoqmagan ishlarni ham bo'yniga olish orqali faqat isbot ongida yashayotgan bo'lsa, ozgina munosabatlardagi esgan shamolga ham bu ayol turib bera olmaydi. Chunki o'zini eshitmayotgan ayol, o'zidan uzoqlashayotgan ayol, albatta shunga yarasha atrofdagilarga ham e'tirozi ko'tariladi. Va bu narsa bolalariga baqirib yuborishi, ulardan norozi bo'lishi yoki qaysi narsalar arzimagan narsalar ham uni sachratishi bilan namoyon bo'ladi. Xo'p, bu holda nima qilish kerak? Eng avvalo, siz bugungi kunda nimadan norozisiz? Mana shular ro'yxatini tuzishingiz kerak bo'ladi. Undan keyin noroziliklaringizni asl sababi o'zgalar bilan bog'liqmi yoki o'zingiz bilan bog'liqmi? Aniqlashtirib olishingiz kerak bo'ladi. Undan keyingi qismi albatta mani siz uchun maxsus tayyorlagan darsligimni eshitib chiqishingiz kerak bo'ladi. Mana shu darslik orqali siz yana ham to'liqroq ma'lumotga ega bo'lasiz.